Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlariga o'zlari dam solardilar. Mana shu sunnat. Kimga dam solishga ehtiyoji bo'lsa, o'ziga o'zi solsin. Ha, Rasululloh nima o'qiganlarini bilmaymiz-ku deydi odamlar. Rasululloh sura-i Fotiha bilan Qul huvallohu o'qirdilar. Bilasizmi shuni? Bo'ldi. Ikkala qul og'zini o'qirdilar. O'qib, qo'llariga dam solardilar. Hadisda keladi, xuddi tupurganga o'xshab dam solardilar-da, boshlaridan oyoqqacha surtar ekanlar qo'llar bilan. Mana shuni qilsin. Hech bizda afsus, ayollar shu erkaklarning oldiga borib, yolg'iz qolib ham dam soldirib yurishadi. Bo'lmaydi bu ish. Dami kuchli deb qo'yadi uni. Ish ixlosda. Ixlos qilib o'ziga o'zi dam solsin, o'ziga shifo bo'ladi, yaxshi bo'ladi.